2024-yilda trendga aylangan mavzu qizlar mahrga geylik so'rashi. Mahrga geylik berildi deyli, lekin u geylikka undan keyingi rasxodlari necha pul bo'lishini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Qizlarni cho'ntak ko'taradim, ko'tarmaydim, keling javob olamiz. Geylik 63 AMG shahar ichida o'rtacha 25 litrdan 35 litrgacha rasxod qiladi. Benzin 98 yoki 100 benzin qo'yish kerak. 100 benzinning narxi Lukoilda 20900 so'm adashmasam. Sizgacha o'rtacha shaharda o'rtoqlaringiz bilan kechqurun sayr qilib va tusovka qilishingiz bor yo'g'i 627 ming so'mga tushadi. Mabodo, xudo ko'rsatmasin, qanaqangi duqur yoki kolodusga tushib baloningizni yirtib oladigan bo'lsangiz, bitta pakrushka narxi internetdagi narxi $560. U bega kelgungacha rasxoti bor. Bittasi, to'rttasi emas, esdan chiqarmaymiz. Обязательно 10 ming kilometr yurganingizdagi sizni kalotkalaringiz tugashib boshlaydi. Kalotka dublikatidan originali $350 dan $550gacha. Siz mashinani bor yo'g'i 5000 kilometr haydaganingizdagi unga avtol zamenlar keladi. Ya'ni bitta original motor moyi $21 dan deb hisoblaydigan bo'lsa 8 litr moy ketadi. Bu ham yaxshigina rasxodga aylanadi. Jigarlar kommentda yozib qoldiring. Qizlar geylik mingani yaxshimi yoki tinchgina uyda farzandlarimiz onasi bo'lib, jim maza qilib o'tirgani yaxshi?